Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar uchun Telegramning sozlamalariga kirib, undagi chat sozlamalaridagi narsalarni o'rganamiz. Bizga mana bu bilan bularni profillarni bir martalik bunday qilish bilan shu boshqa narsaga o'zgaradi. Bunisiga arxivlaydi, bunga o'qilgan bo'ladi, bunga qadash bo'ladi, bunda jildni o'zgartirish bo'ladi. Bizga arxivlash bo'lsa, mana ko'rsataman. Birdaniga chatni bunday qilsak, birdan arxivlaydi. Bu sensor bizga shu bilan yordam beradi, shu narsaga yordam beradi. Bu yerda yana boshqa sensorlar ham bor. Agar mana bu 3 satrliga o'tkazsak, hamma profildagi narsalar 3 satrliga o'zgaradi. Bizga 3 satrli kerak emas. Bu bo'ladi, shu bo'ladi. Bizga agar mana buni 14 bundan nima qilsak, mana bu yerdagi mana bu yerdagi narsalar 4 burchak va oval shaklida bo'ladi. Bizga shu ham yetadi. 13 uni qancha kattalashtirsak oval bo'ladi, qancha kichiklashtirsak 4 burchak shakliga o'zgaradi. Bizga shu ham yetadi. Biz shu bilan videomiz tugadi. Boshqa videolarimizda buni boshqa narsalarga kirib, boshqalarni o'rganamiz. Xayr, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.